Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas әпәndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda chechilib ketgan siyampilarni birlikka keltirgan bu to'kin o'lgandan keyin uning o'rniga o'g'li Qibanin imperator bo'lgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Qibanin hərbi strategiya və taktika sənətini xeyli mükəmməl biladigan və onu işlətishə mahir hərbi qolbaşçı bolğandan təşqiri diplomatiya işlərdimi aqıllıq idi. Qibanin Vey xanlığını hərbi cəhətdən bir neçə qitim məğlub qıldı. Qibaninni miladının 233-cü yılı Sənşinin şimali qismida bolğan urushda Vey xanlığının qoşullarını tamamen yo'q etib, Sənşi bilan Şənşinin bir qismini besib aldı. Qibanin Vey xandalığının düşməni Şuxan xanlığı bilan diplomatik münasibət o'rnatib, uning bilan birlashib Vey xanlığına qarshi turdi. Miladının 233-cü yılı Şuxan xanlığının baş vəziri Zhuge Gansuning qərbidəki Xishan nahiyəsinin qərbi şimalida Vey xandalığının qoşullarını qorşub alğan çağda Qibaninga elçi əvətib, uning yordam qilishini tələb qilgan. Qibaninni Siyampi qoşullarına özü qo'mondonlik qilib, Gansudagi Gaolian nahiyasining g'arbiy shimoliga yetib kelib, Zhuge qo'shilib, Vey xonligining qo'shinlariga hujum qilgan. Bu vaqa Vey xonligining hukmronlarini cho'chitib etgan. Vey xonligining hukmronlari bir tarafdan chegara mudofaasini kuchaytirib, Siyampilarning hujumidan saqlanishga jiddiy kirishgan bo'lsa, yana bir tarafdan Qibaninni maxfiy o'ltirishning planini tuzgan. Beijing valisi Wang Shun orqali Xanlong otliq bir xanjarvozni Sandijin sepildan maxfiy o'tkazib, Qibaninni maxfiy o'ltirishga avatgan. Xanlong milodining 235-yili Qibaninni qaslab maxfiy o'ltirgan. Qibanin o'ltirilgandan keyin Siyampilar imperiyasi o'rniga Toba Siyampilar xonligi qurildi. Toba Siyampilar burun Toba Siyampilar deb atalmay, Siyampilar deb atiladi. Siyampilar milodidan 206 yil burunqi chaqdan tartib, Hunlar bilan yiqilishib yashagandan boshlab, o'zaro chetishib oraga Toba Siyampilar degan xalq kelib chiqqan. Tarixda biror xalqning boshqa bir xalq bilan o'zaro singishib, assimilyatsiya bo'lib ketishi uzun muddatlik asta yuz bergan tarixiy jarayon. Siyampilarning ho'llashib Toba Siyampilar deb atalgan yangi Shalg'ut xalqining kelib chiqishidagi jarayon asosan milodining 50-yillardan boshlab tezlashib, milodining 150-yillari amalga oshdi. Toba atalg'usining qanday kelib chiqqanligi to'g'risida tarixchi yilnomalarda aniq ma'lumot bor. Atisi Siyampi, anisi Hunlardan tug'ilganlarni shimoldagi xalqlar Toba deb atagan. Bizning hozirgi Shalg'ut bolalarimizni Xitoy bilan to'y qilib tug'ilgan bolalar nima deb atamiz endi? Uchuq qilib aytganda, Toba Siyampilar turklashgan Siyampilarning bir qismi edi. Toba Siyampilar imperiyasi milodining 235-yili tarqalib ketgandan keyin bosh ko'tardi. Ular Cho'g'ay tog'larining atroflarini tayanch qilgan holda Toba Siyampilar xonligini qurdi. Toba Siyampilar xonligi 160 yil hukm surdi. Shu mezgilda Toba Siyampilarga G'iyon, Livi, Lixu, Chu, Qu qatorliq 3 xon, Yulu, Lugan, Yuliu, G'unu, Qiina, Shikan, Fugin, Qiyi qatorliqlar xon bo'ldi. Bu xonlar ichidan Livi 80 yoshida xon bo'lib, 104 yoshida o'lgan. Toba Siyampilar xonligi 394-yili Avarlar deb atiladigan xalq tarafidan ag'dirildi. Turalar milodining 150-yilidan 235-yilgacha hukm surgan Siyampilar imperiyasiga gohida bo'ysunib, gohida bo'lsa mustaqil yashadi. Bayqal bo'yida yashagan Turalar to'g'risida milodidan 3 asr burun ma'lumot berilgan. Milodining 3-asrda Yuxan Vey xandalığının qisqacha tarixiy harbiy runglar haqida qissa babida Ertish bo'ylaridan tortib Balqash ko'li bo'ylarigacha bo'lgan joylarda yashagan Turalar to'g'risida ma'lumot beradi. Shundan boshlab tarixda Bayqal bo'ylarida yashagan Turalarni Sharqiy Turalar, Ertish bo'ylaridan tortib Balqash ko'li bo'ylarigacha bo'lgan joylarda yashagan Turalarni G'arbiy Turalar deb atash rasmiylashib qolgan.
Şərqi Turalar miladining 3-asrning oxirida qandaqdir bir sababga ko'ra Bayqal bo'ylaridan janubga siljib Urxun vodisiga ko'chdi. Miladining 394-yili yuqorida tilga ilingan Tuba Siyampilar xonligi avarlar tarafidan ishg'ol qilindi. Miladining 386-yilidan boshlab kelib chiqishi Siyampilarga bog'liq bo'lgan Tuba nomli bir xalq 4-asrning oxirida hozirgi Datung shahrini poytaxt qilib, Jungo tarixida Shimoliy Vey xonligi deb atalgan davlatni qurdi. Dal shu mezgilda Avar deb atalgan bir xalq hozirgi Mong'oliyada bosh ko'tardi. 4-asrning oxiri va 5-asrning boshlarida Sharqiy Turalar yangidan bosh ko'targan Tubalar bilan Avarlardan iborat ikki dushmanning orasida qoldi. Bu chaqda Sharqiy Turalar texi birlashgan kuchli davlatga ega emas edi. Tubalarning tunja xoni Tubug'uy miladining 390-yili nurg'un qo'shin bilan Sharqiy Turalarga hujum qilib, Urxun daryosining bo'yigacha besib bordi. Shu chaqda egiz haruliqlar deb atalgan Sharqiy Turalar mag'lub bo'ldi. Tubag'uy ulardan 200 ming to'yaqdan ortiq chorva mol g'animat oldi. Tubag'uy shu qitimqi yurishida Sharqiy Turalar ichidagi Uyg'ur qabilasiga hujum qildi. Tubalar xoni Tubutav miladining 430-yili Sharqiy Turalarga keng ko'lamda hujum qilib, ularning aholisidan bir necha 100 ming kishini asir ilib, hozirgi Datung atrofiga o'rinlashtirdi. Tubatav Sharqiy Turalar ustida qozongan shu g'alabasida 1 million tuyoqqa yaqin chorva mol g'animat oldi. Tubalar miladining 471-yili poytaxtni Datung shahridan Loyanga yo'tkidi. Tubalar Sharqiy Turalarning odam kuchi va moddiy kuchlaridan foydalanib, kuchlik davlatni vujudga keltirgandan keyin miladining 498-yili Changjang daryosining vodisidagi Janubiy Chi xonligiga keng ko'lamda hujum qilishga tayyorlandi. Shu chaqda Shimoliy Vey xonligining xoni Shouvendi Sharqiy Turalarga elchi avatib, o'zining Janubiy Chi xonligiga qiladigan hujumiga Sharqiy Turalarning ko'p sonli qo'shin bilan kelib qatnashishni talab qildi. Sharqiy Turalar Uyg'ur qabilasining xoni Shuqa bagni o'zlariga xon qilib ko'tirib, Shouvendining talabini rad qildi. Öz tələbining rad qilinganligini anglagan Shouvendi Yu Wenpu qo'mondonligida nihoyat nurg'un kishilik qo'shinni Sharqiy Turalarga qarshi mangdirdi. Shuqa boshchiligidagi Sharqiy Turalar qo'shini Yu Wenpu qo'mondonligidagi Shimoliy Vey qo'shinlarini tarmar qildi. Yu Wenpu qechib ketdi. Mag'lubiyatga tan bermagan Shouvendi Zhang Fukang qo'mondonligida yana nurg'un qo'shinni Sharqiy Turalarga qarshi mangdirdi. Sharqiy Turalar Shimoliy Vey qo'shinlarini yana tarmar qildi. Shouvendi bu ikki qitimliq mag'lubiyatdan keyin hushini yig'ib, Sharqiy Turalar xoni Shuqa oldiga hol so'rash umiga avatib nomaqul bo'ldi. Sharqiy Turalarning Uyg'ur xoni Shuqa boshchiligida bir yoqidan bosh chiqarishi kuchlik dushmanni mag'lub qildi. Sharqiy Turalarning Shimoliy Vey qo'shinlarini tarmar qilishi Janubiy Chi xonligini Shimoliy Vey sulolasining hujumidan saqlab qoldi. Sharqiy Turalar Uyg'ur xoni Shuqani o'ziga xon qilib ko'targandan boshlab mustaqil hayot kechirib, taraqqiy qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bundaq ahvol milodining 498-yilidan 550-yilgacha davom qildi. Shu mezgilda Tubalarmı, Avarlarmı Sharqiy Turalarni bo'ysundira olmadi. Chunki Tubalar bilan Avarlar ojizlashishga boshlagan edi. Biz boshda aytib o'tgandek, milodining 471-yili Tuba xonligi poytaxtini Datungdan Loyanga yo'tkigandan keyin hukmron tabiqisining familiyasini Tubadan Yuanga o'zgartdi. Taxminan 150 yil hukm surgan Tubalar o'zlarining milliy an'anasidan voz kechib, Tuba deb atalgan familiyasini Xanzucha Yuanga o'zgartib, Xanzularning urf-odatlarini qabul qilib, 65 yil yashagandan keyin Xanzularga tamoman assimilyatsiya bo'lib, tarix sahnasidan yo'qoldi. Avarlar va Uyg'urlar Milodiy 4-asrning oxirida hozirgi Mong'oliyada avarlar bosh ko'tardi. Avarlar qadimgi chaqda
Qidirqan tağları ətrafında yaşaydı. 4-cü əsrinin axırında Moğol dalasının qərbi şimal tərəfiga köçüb, hazırki Monqoliya Xalq Cumhuriyetidəki Urxun və Tuğla daryalarının vadisiga kelib o'rinlashgan. Avarlarni Jungo xanlarının saray tarixçiləri Ruru, Ruruan deb yazıdı. Bu ismlardagi xatlarning başdagi yan bölüki Xanzucha, sisigan go'shtda paydo bo'lgan qurut, lumshib turadigan qurut qatorliq uqumlarni berdi. Ahvoldan qaraganda, Jungoning saray tarixchilari avarlarga Xanzucha ad qo'yganda ularni haqoratlagan. Demak, bu Xitoylarningki unda haqoratlik ism qo'ygan odati 2000 yildan keyingi bugungi Xitoylardan o'xshash davomlashgan. Demak, bular yani 2000 yildan keyin hozirgi holatidan o'zgarmaydi degan gap. Mening bundaq bir narsani alg'a ism bor, o'g'aylik haqoratlik ism emas, ammo ism orqali o'zining qivilishini isbotlash taktikasi. Masalan, Yaponiyaning poytaxti Tokioni bular Xitoycha Dongjing deydi. Masalan, Beijing, Nanjing, Xi'an bularning burunqi Xijing kantoq. Shu Dongjing demak bizningki sharqdagi poytaxtimiz degan uqumni paydo qilmoqchi o'zlarining avlodlariga. Undan Koreya poytaxti Seulni bir zamonlargacha Xanchang deb atagan sho'yliqi Xan shaharchisi degan gapda u Koreyaningki nimasi buningga qattiq noroziligini bilgizib hozir Seoul deb atamdi. Chiqib Seulning ohang tarjimasi bo'yicha ataydi ekan. Demak bular shu bir narsaga ism berishda ya ashunaq bir xil haqorat tusini yoki bo'lsa o'ziga tava bo'lgan bir narsani o'ylab ism qo'ydi ekan. Avar degan bu atalg'u ularning o'zlarining tilida qat'iy irodalik isyanchi degan uqumni berdi. Avarlarning asli kelib chiqishi to'g'risida har xil qarashlar mavjud. Ba'zi tarixchilar avarlarni aslida Tunguslarning avlodi edi desa, ba'zi tarixchilar ularni turklashgan Mo'ng'ullarning avlodi deyishidi. Qandoq bo'lmasin, avarlar bosh ko'targan chaqda til va urf-odat jihatda Uyg'urlardan ancha farq qilmaydi. Tuba Siyamplarning xoni Livining vaqtida ism familiyasi noaniq bo'lgan bir go'dak balani Tuba Siyamplar tutilib qul qilib olgan. Tuba Siyamplar bu balaga Mo'g'uloy deb ism qo'ygan. Mo'g'uloy cho'ng bo'lgandan keyin qulluqdan ozod qilinib otliq jangchi bo'lgan. Kunlarning birida Mo'g'uloy qo'shindan qochib, qochoqlardan 100 necha kishini yig'ib kuch to'plagan. U o'lgandan keyin o'g'li Chug'uloy bir qabila tashkil qilib avarlarga bosh bo'lgan. Mo'g'uloyning avlodi o'zlariga Mo'g'uloy nomini familiya qilgan. Avarlar milodining 394-yili Tuba Siyamplar xonligining o'rnini egalladi. Avarlar oliy hukmronini Qag'on deb atadi. Tarixda 158 yil hukm surgan Avar qag'onligi o'zining tunji qag'oni To'lonxon Birning vaqtida kuchaydi. Avar qag'onligining territoriyasining sharqiy Koreyagicha, g'arbiy Qira shahar atroflarigacha, shimoliy Bayqal ko'lining bo'yigacha, janubiy Mong'oliya cho'ligacha tutashdi. Avar qag'onligining Uyg'urlar va boshqalar bilan bo'lgan munosabati Vey sulolasi yilnomasi avarlar haqida qissa, Vey sulolasi yilnomasi igiz haruliqlar haqida qissa va shimoliy sulolalar tarixi, igiz haruliqlar haqida qissa, janubiy Chi sulolasi yilnomasi avarlar haqida qissa qatorliq tarixiy yilnomalardagi xotiriga va buningdan boshqa munosabatlik materiallarga asoslanib tuandikicha bayon qilish mumkin. Miladi 4-asrning oxirlarida avarlar bosh ko'targanda sharqiy turalar 2 tarmoqdan iborat 18 qabilaga bo'linadi. Ularning 6 qabiladan iborat bo'lgan bir tarmoqi tuandikicha bo'lgan. 1. Qizil turalar, 2. Uyg'urlar, 3. Xo'g'ursu, 4. Jibni, 5. Qirg'izlar, 6. El-Tekin. Sharqiy turalarning 12 urug'dan iborat yana bir tarmoqi tuandikicha bo'lgan. 1. Chipoli, 2. Tura, 3. Iljan, 4. Tarlan, 5. Quga, 6. Tavbuqan, 7. Ayrun, 8. Bayan, 9. Erkin, 10. Burukli, 11. Qiuy, 12. Yushupi. Avarlar sharqiy turalar ana shundaq 12 turkum qabila urug'qa bo'linib yashagan davrda tarixiy sahnaga chiqdi. Demak,
U chaqda sharqiy turalarda birlik yo'q edi. Bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.